Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli dindoshlar, vatandoshlar. Umra ziyoratimiz, qabullarimiz ochildi. Saudiyaga umra ziyoratiga kelgan insonlar bemalol bizga telefon qilib aloqaga chiqib, joyingizni mana shu oyda, ya'ni Qizil dengiz bonus sifatida qo'shib berilasizlar. Yaxtalarga chiqib, ziyoratingiz, ibodatingiz mustahkam bo'lishligi uchun Hikmat-Travel Imperiya guruhi shu yerda sizlarni kutib olib, ziyorat ibodatingizni qildiradi. Albatta, Molnon namozini inshaalloh o'qib chiqdik. Mana shu videoni kimki ko'rayotgan bo'lsa, Ka'batullohda ichiramiz. Bemalol duoinglarni qilib, mana shu videoda ham niyat qilib, kommentariyaga fikringizni yozib qoldiring. Albatta, kommentariyaga kimki fikrini, niyatini yozib qoldirsa, inshaalloh har bir namozimizda niyatini o'qib, niyatini eslab, duo qilib qo'yyapmiz. Siz ham videoga like bosib, niyat qilib yozib qoldiring. Safarimiz har 2 kun, har 3 kunda bo'lyapti. Toshkent xalqaro aeroportiga uchish bo'lyapti. Siz qaysi oyda, qaysi kunga kelmoqchi bo'lsangiz, operatorga ekranda nomer turibdi. Bir qator telefon qilinglar. Joyingizni bemalol band qildirib qo'yishingiz mumkin. Toshkentdan 3 oldidan siz to'lovni qilasiz, xolos. Oldindan to'lov qilmaysiz, hech qanaqa to'lov yo'q. Sizdan talab qilingan faqat pasportingiz rasmi, oldi talabi zagiran pasport. Siz Tojikiston, Qirg'iziston, albatta boshqa davlat fuqarosi bo'lsangiz, rasmi kerak. Siz Rossiyada bo'lsangiz ham rasmi kerak. Rossiyadan bu yerga 5-10 kunda kelsangiz, rasmini tashlab qo'yib, joyingiz maqsadsiz bo'ladi. Yoki Rossiyada turib otangizni jo'natsangiz ham bo'laveradi. Kimda yana qo'shimcha savollar bo'lsa, operatorga telefon qilinglar. Bu yerga kelishdan oldin sizga nimalar kerak, nima liboslar kerak, nimalar olib kelish kerak bu yerga, bagaj necha kilo bo'ladi, qaytishda necha kilo olsak bo'ladi. O'zbekistonda ko'p yuk olsak, qaytishda sog'ga sog'lom olsak ko'payib ketmaydimi yoki yurishda indamaydimi, ko'p bagajga kiloga indamaydi. Albatta o'zini rejimi bor, 25-30 kilo atrofida, 5 kilo, 7 kilo atrofida qo'lingizda 20 kilo bagaj bo'ladi, qaytishda ham kelishingizda ham. Toshkentda uchish oldidan sizlarni 50 boshi, 1000 boshi, malakali 50 boshlar kutib oladi. Sizlarni, ya'ni qo'shimcha ma'lumotlar beradi. Va albatta ziyoratingizda mukammal ravishda ado etishingiz mumkin. Umra ziyoratini mukammal ado etib, nuqsonsiz ibodat qilishingiz uchun umra qo'llanmasi qo'lingizda hadya sifatida beriladi. Siz Toshkentdan Madinaga to'g'ridan-to'g'ri reysimiz bo'lyapti. Madinaga kelgunizcha siz umra qo'llanmasi yordamida bemalol, albatta siz o'qib o'rganib, amallarda bajarish tartibini yodda tutib olishingiz mumkin. Madinada 2 mahalda o'zbek milliy taomlar beriladi. Makka mukarramada 3 mahalda o'zbek milliy taomlar beriladi. Bu yerda siz kelganingizdan so'ng mehmonxonada Madinada 300 metr, 200 metr, Makka mukarramada mehmonxonamiz 500 metrdan eng uzog'i 1 kilometrgacha. Avtobusda chiqqanlar bo'lsa 10 minut, piyoda chiqqanlar bo'lsa avtobusda 5 minut adashib ketdi va piyoda 10 minut, 12 minut vaqt ketadi. Kimda yana qanaqangi savollar bo'lsa, bemalol beravringlar. Sizlarni ko'plab sayohat, ziyoratlar kutib turibdi. Tibbiy xizmat, transport, 50 boshi malakali sayohat, ko'plab muzeylarga, sayohatlarga olib chiqiladi. Hammasi mana shu bir marta to'lov qilasiz. O'sha to'lovning ichidan bu yerga kelib, boshqacha pul rasxod qiladigan pulingiz sizni 10 realga sochingizni oldirasiz. Yani 10 realga boshqa narsa tapchika olishingiz mumkin. Agar X'li tapchika olinglar, beti ochiq tapchika olinglar. X'lik. Hozir birontasi hamma yalangoyoq yuribdi, birontasini ko'rsatsam ko'rinmayapti. O'zim ham yalangoyoqman. Chunki tapchikadan qo'ymaydi buni. Ichkariga so'mkasiga solib tapchikasiz kirasiz. Ko'rsatay desam ko'rinmayapti. X'li tapchika olinglar, silasiga o'xshagan. Beti ochiq bo'lsin, beti yopiq tapchika olmaydi. Mana shu inson beti yopiq mumkin emas. Do'stlar, yana kimda qanaqa savollar bo'lsa beravringlar. Qo'ldan kelgancha operatorimiz aytib o'tganimdek, nimalar olib olishingiz kerakligini operator yana bir qator aytadi. Eslatib o'taman, narxlarimiz 1100 dan Hikmat-Travel Imperiya guruhi bilan har 2 kun, har 3 kunda. Albatta sizning yaqinlaringiz bo'lsa, podpiska qilib shu videoni bemalol odamlaringiz bo'lsa telefon qilib operatorga berishingiz mumkin. O'zimiz shu yerda sizlarni 50 boshi malakali, 1000 boshdan tashqari o'zimiz shu yerda kutib olib, ibodatingizni chiroyli holatda o'tkazib, kuzatib qo'yamiz. Mana shu videoga kim niyat qilgan bo'lsa, tez kunda yaqinlar bilan kelishni nasib qilsa, like bosib obuna bo'lib tursanglar, mehmonxona, ko'p ziyorat joylariga chiqyapmiz, hammasini qo'yib boryapmiz kanalga.